Kichik bir bola dengiz bo'yida ko'zlarini bir nuqtaga tikib o'tirardi. Bir soatdan beri o'tirgan bu bolaning holi yaqin joyda o'tirgan bir qariyani e'tiborini tortdi. Qariya bolaning yoniga borib, "Ha o'g'lim, hormang, bugun dengiz juda chiroylimi, ha?" dedi. Bola qariyaga qaramasdan, "Lekin bugun shamol bor. Kaptogim dengizga tushib ketib, shamol bilan ancha uzoqqa ketib qoldi. Agar yosh bo'lganimda suzib borib kaptogingni olib berardim", dedi qariya. Bola javob bermadi. Ko'z oldidan uzoqlashib ketayotgan kaptogiga qarab o'tirishda davom etdi. Qariya sokin ovoz bilan, "Umidingni hech qachon yo'qotma. Menimcha duo qilsang yaxshi bo'ladi", dedi. Bola quvonch bilan, "Duo qilsam kaptogim qaytib keladimi?" deb so'radi. "Agar Alloh istasa qaytib keladi. Agar qaytib kelmasa ham duolaringni savobi senga yetadi." Bola qariyaning gaplari haqida ozgina o'ylab, orqasidan buvasidan o'rganilgan duolarini o'qiy boshladi. Keyin kaptogi qaytib kelishi uchun Allohdan yordam so'radi. Lekin bu uning dardiga darmon bo'lmadi. U kaptogni olish uchun uzoq vaqt harakat qilgan. Hatto bayramda olgan pullarini ham kaptog uchun asrab qo'ygan edi. Hozir kaptog qaytib kelishiga yagona imkoniyat shamolning yo'nalishini o'zgartirish edi, lekin dengiz katta, kaptog esa kichik. Kechga yaqin havo o'zgardi. Quyosh botish arafasida baliqchilar dengizdan qayta boshladi. Uyga kaptogsiz ketishni istamagan bola qariya bilan birga o'tirib baliqchilarni kutdi. Qariya baliqni har doim bir baliqchidan xarid qilardi. Ko'z bilan o'sha baliqchini izlab topgan qariya, "Ovingiz barordan kelgan bo'lsa kerak, inshaalloh", dedi. Baliqchi yonidagi qutiga ishora qilib, "Bu safar baliq oz", dedi. "Duo qilmadingizmi?" deb gapga aralashdi bola. "Umidingizni aslo yo'qotmang." Baliqchi bolaning boshidan silab, "Duo qilsam baliq tutamanmi? Tuta olmasangiz ham duolaringizni savobi sizga yetadi. Men hozirgina o'rgandim buni", dedi. Baliqchi bu gapni birinchi marta eshitayotgan edi. "Men ham endi o'rgandim. Buni menga kichkina o'qituvchi o'rgatdi", dedi baliqchi. Bu gaplarni eshitib bola juda quvondi. Kaptog uning esidan ham chiqib ketgan edi. Baliqchi kemasiga qaytib chiqdi va qo'liga bir kaptog oldi. Uni bolaga uzatib, "O'qituvchilar haqqini ado etish qiyin. Bu kaptogni dengizdan topib oldim", dedi. Bola xuddi tush ko'rayotgandek edi. Kutilmagan narsalar bo'layotgan tush. Atrofga qaradi. Hammasi haqiqiy. Baliqchi ham, kema ham, qariya ham kaptog qo'lida. Uni qattiq quchoqlab, "Mendan ruxsatsiz uzoqqa ketish yo'q", dedi. "Duo qilmaganimda nima bo'lardi?" dedi ko'zlarida yosh bilan. Xulosa shuki, duo orzularimizni bir zumda amalga oshirib qo'yishi shart emas, lekin u inson qalbini taskin qiladi, umidini uyg'otadi va hayotga ma'no beradi. Duo qilgan kishi orzusiga yetishi yoki yetmasligidan qat'iy nazar qalbida sabr va umid topadi. Shuning uchun duo Allohga bog'lanishning, umidni yo'qotmaslikning va hayotdagi har bir hodisadan yaxshilik izlashning kalitidir.